inson o'z oldiga bir maqsad qo'yib yashaydi. Kimlarnidir havas qiladi, kimnidir o'ziga ko'mir qilib oladi, kimnidir ilmiga oshiq bo'ladi, kimnidir saxovatiga, kimnidir shijoatiga va shunday bo'lgisi keladi. Lekin hamma ham bunday bo'la olmaydi. Nima uchun? Sababi u darajalarga yetishlik uchun o'sha narsalarni yo'lidagi mashaqqatni har kim ham zimmasiga ola olmaydi. Mutanabbi bu haqda aytadiki: "Lavlal mashaqqatu sadan nasu kulluhum faljudu yufqiru wal iqdamu qattalu." Ya'ni mashaqqat bo'lmaganda, qiyinchilik bo'lmaganda hamma insonlar ulug' bo'lib ketardi. Hamma ham ulug', zo'r bo'lib ketardi. Dunyoga ham nomi taralib ketardi har bir insonda. Lekin unday emasmi? Demak, o'sha mashaqqatini ko'targanlargina, shu mashaqqatni bosib o'tganlargina ulug' bo'ladilar har sohada. Chunki gapning davomini qarang. Saxovat insonni kambag'al qiladi. Bir narsaga qadam qo'yishlik, misol bir maqsad uchun gohida qadam qo'yish kerak. Masalan, shijoatli inson jangda birinchilardan bo'lib birinchi jangga kiradi. Yoki boshqa sohalarda bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, hech kim qilmaganni ishni qilibdi falonchi, shijoatiga qoyil deyishlik uchun birinchi bo'lib qadam qo'yish kerak, oldiga yurish kerak. Va oldiga yurishlik birinchi bo'lib har sohada bir narsani oldiga chiqishlik insonning gohida nima bo'ladi? Qatliga sabab bo'lishi mumkin. Ma'naviy yoki moddiy, jismonan yo'q bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin-da bu narsa. Shuning uchun mana shu mashaqqatlarni ko'targan insonlar, shuni o'ylagan insonlar kam bo'ladi. Saxovat qilsam kambag'al bo'lib ketaman deb qo'rqqan odam saxiy bo'la olmaydi va u maqomga erisha olmaydi, nomi chiqmaydi. Bir ishga qadam qo'ysam nima bo'lar ekan deb o'ylaganlar ham kam bo'ladi. Shuning uchun unaqa ko'p inson unday nomga ega bo'la olmaydi. Salomat bo'ling.